Assalomu alaykum. Dizayn proyektsiz ham ishlaysizlarmi degan klientlar uchun maxsus video bo'ladi. Videomizni oxirigacha ko'ringlar. Biz boshladik. Qo'shko'prikdagi obyektimizni elektrika, gipsokardon, malyarka ishlarini olganmiz. Ko'rishlaringiz mumkin. Mana shu obyektimiz absolyutno hamma ideyalari, patolog fasonlari, karniz joylari, TV zonalar hammasi o'zimizning ideya bilan, u egasi bilan maslahat qilgan holda qilayotgan narsalar. Dizayn proyekt chizilmagan, o'zimizning fantaziya bilan qilayotgan narsalar hammasi absolyutno ko'rishlaringiz mumkin. Ishimizni har bitta melochovkasigacha idealni qilishga harakat qilamiz. Karnizlarimiz, qirralari bitta alohida tema. Ichkaridagi mana shu glavniy zalimiz 3 ta tumbaga ajratganmiz. Mana shuni o'zi ham bitta alohida tema. O'zimizning fantaziya bilan, u egasi bilan maslahat qilgan holda qilyapmiz. Bu yerda ham o'rtasi velvet bo'ladi, xudo xolasa. O bizni yopishtirish jarayoni tyagalarni, patologimizdagi magnitli treklar, podsetkalar hammasi o'zimizning fantaziya bilan bo'layotgan narsalar. Xudo xohlasa, nasib bo'lsa tyagalarni yopishtirib, bu obyektimizni ham kraskalarini boshlab olamiz. Xo'p, ko'rganlaringizdek, dizaynersiz ham mana shunaqa zo'r ideyalar qilib, zo'r remont chiqarsa bo'ladi. Sizlarga ham shunaqa xizmatlarimiz qiziq bo'lsa agar, hoziroq aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Bizdan harakat, sizlardan faqat podдержка olamiz. Mana shunaqa dizaynni qilgan, ideyani o'ylab topgan ustamizga sizlardan bitta like esdan chiqmasin. Kuzatishda davom etinglar, biz har doim harakatda. Hammaga rahmat.